Assalomu alaykum akalar, salomatmisizlar? Charchashdan ko'pchilikning talabiga binoan biz Qozog'istondan chopon, qamchi, hamma narsa olib keldik, lekin polvonlarga mana bunaqa sportivkalar olib kelmadik. Bu sportivkamiz menga ancha kattalik qilyapti, lekin bundan 3 tami 4 ta qildirdik. Ya'ni Sirdaryo Malik Boboshoh polvonga o'zlarining xohishlari bo'yicha zamovini yarim zamok оборот qo'ydik. Pastgacha emas va orqasida O'zbekiston Respublikamizning bayrog'i gerbi. Kimda kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar tiktirib beramiz. Xuddi mana shunaqa formalardan. Akalar, mana bu svetimiz, mana bu ham polvon sportivkamiz. Shu holatda bu Ohangaron zavod Ahror polvon, Abror polvon va Davron polvonlarga 3 ta komplekt tikilgan, xudo xolasa. Polvonlarimizga qaysidir polvonlarimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga rahbarlarimizga aloqaga chiqasizlar. Akalar, xudo xolasa, mana formani ko'rib turibsizlar. Защитник, Qozog'iston Respublikasidan kelgan защитникimiz. Защитник narxi 400 ming so'm. Bu egimizdagi narxi 300 ming so'm. Bu tepadagi shapkamiz 350 ming so'm. Ichi tikilgan qazg'urt shapka bo'lgani uchun 350 ming so'm. Buni 200 ming so'mligi ham bor akalar. Mana ham kiyamiz, mana ko'rasizlar. Mana akalar, keyingi formamiz chopon mana. Polniy komplekt bo'ldi, chopon. Kapishonli. Bu ortda rasmi bor. Akalar, keyingi choponimiz sal neobishniroq, menga kattaligini hisobga olmaganda, neobishniroq, sababi mana temniy, siniy, toza material. Bu yerda ortda rasmi bor, lekin orqasida ortda rasmi yo'q. Bu yerda tepasida naqshi bor. Ko'pchilik bizdan so'ragan edi, mexli chopon olib keling degan odamlarga, akalarimizga mana mexligidan mexi qalinroq nimalari bor. Bu jigarrang nimasidan orqasida burgut rasmi bor. Chopondan so'ragan akalarimizga mana bu choponimiz ham kirib keldi. Buni ham narxi 500 ming so'm. Akalar, bitta etikdan tashqari polni komplekt bo'ldik. Mana qamchimiz, mana qamchi, tros qamchi, bunaqa qamchimiz bor va remen qamchi. Kimga qanaqa qiziqqanligi hammasidan mavjud akalar, telefon nomerini qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar. Akalar, buni ko'pchilik biladi. Otlaringizga ham kimda otlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa svetdan probaga olib keldik. Qozog'iston original payli nimasi. Bu защитнигimizni Toshkent Bektemir Botir aka Komilovga olib kelganmiz va yana bitta turi bor, ko'rsatamiz. Akalar, mana bu svetimiz oq svetidan o'sha otlarning oyog'iga защитник va mana bunaqa kolokolchiklari ham mavjud akalar, aloqaga chiqasizlar.